Sankt-Peterburg shahrida mobilniy elektronika Abusaxiy do'konining filiali borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, hozir o'sha mashhur Abusaxiy do'konining manzili bilan tanishib chiqamiz. Sennaya metro stansiyasidan tashqariga chiqamiz, chapga burilamiz hamda yana bir bor chapga burilamiz. O'zi shundoq ham uzoqdan targovut sentr navislari ko'rinib turadi. Yo'l-yo'lakay aytib ketishim kerak, endi Abusaxiyda siz kutgan trading xizmati mavjud. Ya'niki endilikda siz o'zingizning eski smartfoningizni bizga topshirib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Va yana eng qizig'i, Rossiya bo'ylab bizdan arzon do'kon topsangiz 2000 rubl bonus beramiz. Chunki Rossiya bo'ylab Abusaxiydan arzon do'kon yo'q. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz Sennaya targovut sentrining 3-etajda joylashgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfaolam. Washington Post agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni Oq uydan Rossiyaga qarshi urushni yangidan boshlash uchun ruxsat so'ragani haqida bayonot bergan. Trampning bildirishicha, Zelenskiy Amerika Qo'shma Shtatlarining qazilma boyliklari to'g'risidagi bitimi uchun tasavvur qiling, NATOga a'zolikni talab qilgan. Ya'ni Ukraina o'zini qazilma boyliklari evaziga Trampdan 3-jahon urushini talab qilmoqda. Donald Trampning o'z bayonotida bildirishicha, qazilma boyliklari to'g'risidagi bitim ilk bor muhokama qilinganda bu mavzu olib tashlangan edi. Aniqrog'i, NATO mavzusi kun tartibidan chiqarib tashlangan edi. Endi bo'lsa Zelenskiy ushbu mavzuni yana birinchi raqamli muhokama mavzusiga aylantirmoqchi. Trampning bildirishicha, Oq uy hech qachon Ukrainaga harbiy alyans a'zoligini va'da qilmaydi va bu muqarrar yangi jahon urushi demakdir. Endi Ukrainani yana energoobyektlarga o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi bitimni buzgani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib bildirishicha, 1-aprel kuni Ukraina armiyasi Zaporojye va Belgoroddagi energoobyektlarga zarba berib, minglab aholini elektr energiyasidan uzilib qolishiga sabab bo'ldi. RIAga ko'ra, Ukraina o'z hujumlarini shu tartibda davom ettiradigan bo'lsa, Rossiya qo'shini Kiyevga unutilmas javob berishi aniq. Endi Germaniyaning urushsevar tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbockni 1-aprel kungi Kiyevga tashrif to'g'risida qisqacha so'z yuritamiz. Ukrainaning 1+1 telekanalining axborotiga ko'ra, 1-aprel kuni Annalena Baerbock Ukraina poytaxti Kiyevga tashrif buyurib, Ukrainaga 130 million yevrolik qo'shimcha yordam paketini e'lon qildi. Annalena Baerbockning Kiyevdagi o'z bayonotida bildirishicha, Berlin Kiyevga qo'shimcha 130 million yevrolik yordam paketini e'lon qiladi va bu pullar Baerbockning ma'lum qilishicha gumanitar sohaga yo'naltiriladi. Annalena Baerbockning yakuniy xulosasiga ko'ra, Germaniya yaqinda Ukrainaga o'zini yana bir yirik yordam paketini e'lon qiladi va bu safargi yordamdan faqat va faqat o'rta masofadagi nishonlarni yo'q qilishga qodir bo'lgan raketalar bilan birgalikda harbiy zirhli mashinalar va albatta tanklar o'rin oladi. Annalena Baerbockning yuqoridagi bayonotidan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, Berlin Ukraina urushini yakun topishi tarafdori emas. Endi Ukraina urushini tugatish uchun Finlandiyadan yangragan taklifga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Helsinki universiteti professori Tuomas Malininning Yilya agentligiga 1-aprel kuni bergan intervyusida bayon qilishicha, Ukraina urushini tugatishning yana bir yo'li bor va bu yo'l urushni Tramp kutgandan ham qisqa fursatda tugatishga xizmat qiladi. Tuomas Malininga ko'ra, Ukrainadagi harbiy harakatlarni to'xtatish va tinchlik o'rnatish uchun birgina harakat, u ham bo'lsa, Zelenskiyni taxtdan ag'darishni o'zi kifoya. To'g'rirog'i, yer sayyorasini qaysi davlati rahbari bo'lsa-da, Ukrainadagi urushni to'xtatmoqchi bo'lsa, o'sha prezident Zelenskiyni hokimiyatdan ag'darib tashlash kerak. Finlandiyalik professor Tuomas Malininga ko'ra, Vladimirlarning kenjasi taxtni topshirgan kuni urush o'z yakuniga yetadi. Eslatib o'tamiz, Union agentligi 1-aprel kuni Ukrainadagi xususiy sodsiz markazini so'rovlari natijasini e'lon qildi. Unga ko'ra, hozirgi kunda Ukrainada prezidentlik saylovlari o'tkaziladigan bo'lsa, u holda Zelenskiyni birinchi raqamli raqibi sanalgan Valeriy Zaluzhny saylovda 62% ovoz olib g'olib bo'ladi. Zelenskiy esa
bor yo'g'i 38% ovoz bilan mag'lub bo'ladi. Sotsiz markazi o'rganishlariga ko'ra, 1-aprel holatiga ko'ra Ukraina hududida istiqomat qilayotgan aholini 56% Ukrainani istalgan hududini Rossiyaga bergan holda urushni tugatish tarafdori hisoblanadi va Zelenskiyni bir qarich yer uchun jang nomli taktikasi yolg'on. Unutganlar uchun eslatma, tinchlik shartnomasi borasida muzokaralar boshlangan paytda Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy Rossiyaga hech qanday hudud berilmasligi to'g'risida X'dagi rasmiy sahifasida qayd qoldirgan edi. Unda yozilishicha, Ukrainani 98% aholisi Rossiyaga yer bermaslik uchun o'z jonini fido qilishga ham tayyor. Ammo Sotsiz markazining so'rovnomasi Zelenskiy bergan ma'lumotni aksini tasdiqlamoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.